urolog, androlog. Ko'pchilik Instagram sahifalari orqali, YouTube sahifalari orqali juda ham yaxshi tanisa kerak Sanjarni. Bola tug'ilgandayoq уже moyagini o'g'il bola tug'ilsa, moyagini paypaslab ko'rish kerak. Moyak xaltasiga tushganmi, yo'qmi? Bolalarimizda bepushtlikka hozirgi kunda sabab bo'layotgan nima? Erkaklarda eng ko'p bepushtlikning sabablari nima? Qiz bola bo'lib qolsin desang, ertaga tug'a olmaydi, chunki matka yo'q, yeyishniklar yo'q, tug'a olmaydi. Agar o'g'il bola qilish desa, bu qilsa bo'ladi buni. Etap qilsa bo'ladi bu amaliyotda deb shunaqa debdilar. Endi bizning o'zbekchiligi uyatdan bo'ladi-yu. 30 ga kirgan odam bepushtlik bilan kelsa, ishtonni tushirib olib turib, nimalarni, tuxumlarni ushlab turib, ko'rib, uni bu muammoni hal qilish uchun qaynatadan urug' olib bo'lsa ham qilib bering deb meni majburlab mana shunaqa qilib kelgan holatlari ham bo'lgan. Keladi ayollarimiz. Hurmatli ayollar, diqqat bilan eshitinglar, chunki sizlarning savolingizga javob beryapmiz. Bugun implantni ishlashni o'rgatib qo'ydim, mexanizmini. Уже operatsiyamizga 1 oy o'tdi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biza birinchi podkastimizni olib bormoqchimiz. Bugungi mehmonimiz Sanjar Husanov, urolog, androlog. Ko'pchilik Instagram sahifalari orqali, YouTube sahifalari orqali juda ham yaxshi tanisa kerak Sanjarni. Sanjar, xush kelibsiz. Rahmat. Podkastimizga Sanjarga havas qilib, endi xudo xolasa podkast, ya'ni YouTube sahifalarimiz ham davom ettirishni plan qilganmiz. Birinchi mehmonimiz mashhur Sanjar Husanov. Assalomu alaykum, Guluz opa. Assalomu alaykum. Katta rahmat taklif uchun. Aynan birinchi soniga chaqirganingiz uchun xursandman. Sog' bo'ling. Iloyim shu podkast muvaffaqiyatli bo'lsin. Amin. Xalqimizga ko'p manfaatli videolar qilishda, shu yuqori malakaga ega bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishda charchamang. Ilohim biz ham shunda bir qismida ishtirok etganimizdan xursandmiz. Birgalikda bilasizlar, Sanjar Husanov bilan birgalikda juftliklarimizni, ya'ni bepushtlik bilan qiynalayotgan juftliklarimizni birgalikda olib boramiz va hozirgi kunda juda ham ko'plab oilalarimiz bundan minnatdor bo'lgan. Podkastimiz davomida bular haqida ham qisqacha gapirib o'tishga muvaffaq bo'lamiz, xudo xolasa. Xush kelibsiz yana bir bor. Xushvaqt bo'ling. Shunaqa savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ya'ni bu men o'ylayman hammani, ya'ni hamma ayollarimizni, hamma juftliklarimizni qiziqtirgan bitta savollardan bittasi. Mana ayollarda bilamizki, semizlik bilan bog'liq holatlarda ayollarda hayz sikli bilan o'zgarishlar kuzatiladi. Erkaklarda tashqi tomondan biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Ya'ni bepushtlik holatlarida semizlik bilan bog'liqlik bo'lganda nimalarni kuzatamiz? Xo'p, o'zi bemorning portreti ko'p narsani aytadi biz erkaklarda, nafaqat ayollarda. Erkaklar bepushtligining og'ir turlari ko'pincha haligi komorbidniy, semizlik bilan komorbid, ya'ni birgalikda keladi. Aynan gipogonadizm degan holat bor. Gipogonadizmda o'sha moyak funksiyalari buzilgan, kamaygan bo'ladi yoki umuman shu funksiyalarni yo'qotgan bo'ladi. Shu gipogonadizm holatlari ko'pincha metabolik sindrom, semizlikning og'ir darajalari bilan bo'lgan bemorlar uchraydi. Semizlik umuman gipogonadizm holatini biz ikkiga bo'lsak bo'ladi. Semizlikda ya'ni polavoy, jinsiy yetilgungacha bo'lgan holatdagi gipogonadizm erkaklarda, jinsiy yetilib bo'lgandan so'nggi gipogonadizm. Ya'ni tug'ma ham bo'lishi mumkin bu holat. Semizlik ikkala holatda ham ko'p hollarda muhim ahamiyat. Ko'p hollarda birgalikda keladi. Birgalikda keladi. Misol uchun aytamiz, sindrom Kalmana. Sindrom Kalmana bilan bemorlar ko'rsak, praktически 70% dan ko'pida oshiqcha tana vazni yig'gan bo'ladi. Aynan moyagi kichkina bo'lgan, kichrayib ketgan bo'ladi. Junsizlanish, polniy yechintirib ko'rganimizda haligi лобковое оволосение yo'q yoki лобковое оволосение по женскому типу deydi. Haligi ayollarga xos bo'ladi. Shu yerlardan biz bilamiz, testosteron bu odamda ishlamayotganligi. Endi ko'pincha bo'ladi, ya'ni orttirilgan qaysidir holatlar, operatsiyalar yoki o'sha
onkologik kasalliklarda ximioterapiyalar o'tkazgan yoki nur terapiya o'tkazgani evaziga moyakda gipogonadizm rivojlanish shunaqa holatlar bo'lganda o'zi jinsiy tomonlama полный yetilgan bo'ladi erkak kishi. Lekin semizlikni evaziga tanani o'sha jinsiy a'zolari va reproduktiv a'zolarda disproporsiya, nomutanosiblik yuzaga keladi. Va bu holatlarda biz ko'pincha hattoki bepushtlik masalasida murojaat qilmasa ham, aytaylik, uylanish yoshida kelishi mumkin. Uylanmoqchi, oldin tekshiruvlardan o'tmoqchi. Albatta biz spermogramma ko'rganimizda juda ham ko'p hollarda spermatogenezda buzilish holatlari yoki og'ir darajadagi o'sha spermatogenezda buzilish holatlari, azospermiya holatigacha holatlar ko'rishimiz mumkin. Yana bitta e'tibor beradigan jihatimiz, ko'pincha gormonal buzilishlar ham yuzaga kelishi ehtimoli ko'p bo'ladi. Aromatizatsiya jarayoni. Aynan erkaklarda biz bilamiz, estradiol ishlab chiqaruvchi organ yo'q, tuxumdan yo'q. O'sha testosteron ishlab chiqarilsa moyakdan, shu testosteron aromataza fermenti yordamida estradiolga aylanib turadi. Ko'pincha bu aromataza fermenti moyakda, jigarda, bosh miyada bo'lganligi uchun shuni, ya'ni testosteronni estradiolga konversiyasi yetarli darajada bo'lib turaveradi sog'lom erkakda. Agar semizlik, aynan ojireniya bo'lganda, уже teri osti yog' qavati katta bo'lgan evaziga ko'p aromataza fermenti shu yerda ishlab chiqarishni boshlaydi va shuni hisobiga, ya'ni aromatizatsiya kuchayib ketadi. Depolanadi yog' qavatida. Mana ferment, aromataza ferment. Aromatizatsiya bo'lib ketadi. Shuni evaziga giperestrogenemiya erkaklarda rivojlanadi. Testosteronni qolgan qismi dihidrotestosteronga aylanishi kerak, 5 alfa dihidrotestosteronga. Aynan shu eng aktiv gormon hisoblanadi. Shu 5 alfa dihidrotestosteron ham yaxshi ishlamaydi. Nega? Sababi semizlik bo'ladi. Уже ikkinchi mexanizm ketyapti. Androretseptorlar o'lib ketadi. O'rniga yog' hujayralari yog' hujayralariga transformatsiya bo'lib ketgan bo'ladi. Androretseptorlar aylanib ketgan bo'ladi. Endi bilamizki, biza uchun, ya'ni nafaqat balog'at yoshida bu holatni, ya'ni uylangandan keyin yechimini qilish kerak emas. Ya'ni balog'at yoshiga yetguncha onalarimizga qanaqadir tavsiya bera olamizmi? Mana sizga aytyapsizki, erkaklar keldi, albatta biza ularni tashqi ko'rik qilishimiz kerak deymiz. Moyaklarini deysizmi yoki yechintirib deysizmi, boshqami? Bolalarda mana onalar ularni tashqi, ya'ni balog'at yoshiga yetguncha tashqi tomondan gipogonadizm holatlarimi yoki boshqa holatlarmi, o'zgarishlarni, masalan gormonal o'zgarishlarni ko'z bilan ko'ra oladimi? Qanaqa tavsiyalar bera olasizmi? Juda bilamiz, uzr gapingizni bo'ldim. Bilamiz, erkaklar bepushtligini davolash ayollar bepushtligiga qaraganda juda ham qiyin, to'g'rimi? O'shaning uchun buni oldini olish uchun qanaqadir foydali chora-tadbirlar. Aytyapman, juda zo'r savol bo'ldi. Bu bizni tibbiyotimizni og'riqli nuqtasi odamlarimizni mana shu soha bo'yicha o'quvsizligi. Endi mana shunaqa videolar, podkastlar, videolarda ham ko'p gapirganman bu narsani. Bola tug'ilgandayoq уже moyagini, o'g'il bola tug'ilsa, moyagini paypaslab ko'rish kerak. Moyak xaltasiga tushganmi, yo'qmi? Agar moyak yorg'oqqa tushmagan. Agar yorg'oqqa tushmagan bo'lsa, zudlik bilan urolog, androlog yoki bolalar urologiga murojaat qilish kerak. Uni yoshi bormi? Kechirasiz, shu yerda ham bir aniqlik kiritaylik. Necha yoshdan? Raddomdan chiqqandayoq. Srazu operatsiya qilsa bo'ladi, Srazu operatsiya qilsa ham bo'ladi. Lekin eng anaqa rekomendatsiya, to'g'ri tavsiya kutiladi. 1 yoshgacha. Eng uzog'i 18 oylik, ya'ni 1,5 yoshgacha kutiladi. Ungacha moyak xaltaga o'zi tushishi mumkin. Massaj qilib emas, prosta o'zi tushishi kerak. Bilasiz, noto'g'ri tavsiyalar ko'payib ketgan. Massaj qildiradi, massajga olib boradi. Absolyutni hech qanaqa nimasi yo'q uni. Effekti ham yo'q, prosta bo'lmagan narsa xolos. Agar tushmadimi, unda operatsiya qilish kerak. Moyak xaltasiga tushirish operatsiyasi, orxipeksiya operatsiyasini srochni qildirish kerak. Agar shu narsani srochni qildirilmasa, kelajakda aniq bepushtlikda og'ir darajalarni kutish mumkin. Bu bir. Yomoni, moyak saratoni rivojlanish ehtimoli 5-6 barobar ko'p umumiy populyatsiyada.
Shuning uchun bunga e'tiborsiz bo'lish kerak emas. O'sha 2 yoshda moyak hujayralari, moyak epitel, mana spermatogen epiteliyalar nimaga aylanishni boshlaydi? Biriktiruvchi to'qimaga aylanishni boshlaydi. Galinozga aylanishni boshlaydi. Uni keyin vasстановить qotishni boshlaydi, kichrayishni boshlaydi, u o'smaydi, kattalashmaydi. Rivojlanmaydi. Rivojlanmaydi. Shuni keyin rivojlantirishni imkoni bo'lmay qolishi mumkin. Juda ham ko'p hollarda. Rahmat kattakon, hurmatli ota-onalar, haqiqatdan bolangizni erta yoshda, ya'ni chaqaloqligidan boshlab, ayniqsa o'g'il bolalarni biz aytamiz, har doim qizlarni asraymiz, lekin o'g'il bolalarni ham juda ham ehtiyot qilish bu juda ham muhim hisoblanadi. O'shaning uchun bolalardagi holatni ham bunaqa holatlarni oldini olish maqsadida tekshiruvlardan o'tkazib turish kerak, hamda ba'zi bir kichik yoshlarda mana yuqumli kasalliklar bilan kasallanish ko'p uchraydi. O'shalarni ham ba'zilari mana bilamizki bepushtlikka olib keladi. Aynan bolalarimizda bepushtlikka hozirgi kunda sabab bo'layotgan nima? Erkaklarda eng ko'p bepushtlikning sabablari nima? Xo'p, erkaklar bepushtligining sabablari juda ham ko'p. Eng levoy praviymi? Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri endokrin buzilishlar. O'sha gormonlarda buzilishlar. Chunki spermatogenez jarayoni bu gormonal boshqariladi. Bu bir. Ikkinchi keng tarqalgan kasallik varikotseli kasalligi bor. Varikotseli kasalligi moyakda termoregulyator mexanizmlarini buzganligi uchun aynan subfertil holatga olib kelib qo'yishi mumkin, hattoki infertil holatga ham olib kelishi mumkin, urug'ni nolga ham tushirishi mumkin bu narsa. Agar 3-darajali ikkala tomonda varikotseli bo'lsa, uzoq yillardan beri og'rib, uni bezovta qilayotgan bo'lsa, moyaklarni gipotrofiya qilishni boshlayotgan bo'lsa, unga bemor e'tiborsiz bo'lsa, albatta hattoki azospermiya, kriptozoospermiya holatlariga tushgan bemorlar ham tajribamizda yetarlicha ko'ramiz. Keyingi masala jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar yoki bakteriyalar. Aynan xlamidiya degan bakteriya, gonoreya, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis. Mana shu bakteriyalar ham aynan bepushtlikka olib keladi va bepushtlikni hattoki og'ir darajalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Obstruktiv azospermiya holatiga olib kelishi mumkin. Chlamydia epidemit, ya'ni kanalga bakteriya tushgandan keyin bu kanalikulyar yo'l bilan moyakkacha yetib borishi mumkin-da. Va aynan ductus deferens, ya'ni urug' yo'lini proksimal qismi hamda shu epididemisni kanalitlarni yopib tashlashi mumkin, obstruksiya berib yuborishi mumkin. Shuning hisobiga urug' tashqariga chiqmaslik holati rivojlanishiga olib keladi. Yana bir sabablar, bunga ham juda katta e'tibor berish kerak deb o'ylaymiz. Genetik omillar. Erkaklar bepushtligida o'sha hozirgi kunda hech kimga sir emas. Hozirgi genetikani yutuqlarning evaziga AZF geni ma'lum bo'ldi. Ya'ni aynan spermatogenezga javob beruvchi gen. Shu tug'ma AZF genining deletsiyasi yoki total deletsiyasi bo'lib holatlar bor. Bo'ladi mana sindrom Klinefeltera. Shu kasalliklarda ham sindrom Kartagenera, sindrom Nunana, bu sindromlar rosa ko'p. Sindrom Del Castillo. Mana shu sindromal holatlar bu bepushtlikda bitta kategoriyasida eng og'ir kategoriyasi hisoblanadi. Endi yordamchi erkaklar reproduktiv bezlari, MAGI deydi, ya'ni male accessories glands infections, ya'ni aynan jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar emas. Prostata bezi misol uchun ko'pincha hech kimga xos emas, 80-85% hollarda Escherichia coli, ya'ni orqa peshob bakteriyasi, kishishniy palochkani hisobiga ichak tayoqchasi yordamida bu zararlanadi va prostatit degan kasallikka olib keladi. Prostata bezini yallig'lanishi. Vezikulit, prostatit, diferentit, epididimit, arxit, uretrit, bular hammasi urug' sifatini buzilishi bilan kelishi mumkin va shuning evaziga bepushtlik yuzaga kelishi mumkin. Menimcha eng keng tarqalgan nimalar shular. Endi mana bolalarda haligida gapirildi. Bolalarda nimaga endi muhim doktor ko'rishi? Chunki anomaliyalar ko'p.
uzr, hozir anomaliya haqida gapirar ekanmiz. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda bu anomaliyalarni oldini olsa bo'ladimi? O'shani ham so'ramoqchi edim aslida. Juda ham ko'p anomaliyalar uchraydi. Hatto o'zimga ham juda ko'plab murojaat qilishadi. Bolalarini olib kelishadi yoki qizlarini olib kelishadi yosh paytida-da. O'shaning uchun urologik tomondan bolalarda, erkaklarda, yosh bolalarda uchraydigan anomaliyalarni qanaqa qilib masalan bartaraf qilsa bo'ladi? Albatta jarrohlik usuli, no boshqa usullari ham bormi? O'shalar haqida aytib o'tsangiz. Endi anomaliyalarni bartaraf qilishning yagona yo'li bu jarrohlik. Aytganimdek massaj yoki nimalar emas. Bittasi anomaliya kritarxizm. Bu ham anomaliya. Ya'ni moyak xaltasiga tushmasligi, bu ham anomaliya. Buni to'g'irlash operatsiyasi moyak xaltasiga tushirish. Bittasi tug'ma gidrotselli. Ya'ni moyakka suyuqlik yig'iladi, aynan o'sha vлагалищный atrostik yopilmagan evaziga qorin bo'shlig'idagi suyuqlik tuxumga tushib turadi. Bu ham zarar keltiradi, rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Buni ham plastik operatsiyasi bor. Shuni haligi zarasheniya bo'lmaganligi uchun shuni plastik yopish operatsiyasi bor. Bu holat ham, suv yig'ilish holatlari ham bepushtlikka olib keladimi? Urug' sifatiga ta'sir qiladimi? Olib keladi. Rivojlanishni kechiktirib qo'yadi-da. Spermatogenez jarayonlariga ta'sir qiladi. Tug'ma paxova mashonishni grijjalar. Bular ham demak operatsiya yo'li bilan bartaraf etiladi. Gipospadiya kasalligi. Ya'ni siydik kanal desak, siydik kanali pastdan ochilib qoladi-da, uchidan emas, pastdan. Pastdan ochilib qolganligini evaziga semiizvirjeniya bo'lmaydi. Mana jinsiy aloqada yashasa ham urug' sifati zo'r bo'lishi mumkin bemorda. Lekin semiizvirjeniya bo'lmaydi, pastga ketadi, shuni evaziga ya'ni bola bo'lmaydi. Buni ham to'g'irlash yo'li rekonstruksiya qilish. Epispadiya bor, xuddi shu narsa tepadan ochilishi bor. Aytaylik, ekstrafiya mochopuzri, bu juda ham murakkab nima. Aynan siydik pufaga hamda siydik chiqaruv kanalini oldi devori umuman bo'lmaydi tug'ma. Endi bu yerda ham murakkab rekonstruktiv operatsiyalar bajarishga to'g'ri keladi. Bu yerda nafaqat aynan urug' sifati yoki urug'da semiizvirjeniyasi, bu yerda boshqa siydik ushlash, siydik ayirish masalalari ham turadi. Bo'ladi, tug'ma misol uchun aplaziya semya-vanasiyashих протоков. Ya'ni bo'lmasligi. Ikkala nimada ham, tomonda ham urug' yo'llarining tug'ma bo'lmasligi holati. Bu holatda endi buni tiklab bo'lmaydi. Agar tug'ma yo'q bo'lsa, tiklab bo'lmaydi. Buni faqat TZ operatsiyasi, peza, meza, teza, mikroteza, любой shu operatsiyalarda qilgan holatda urug' izlyukat qilib, dalshi keyin eko-XY muolajasi ishlatiladi. Rahmat. Hozirgi kunda mana juda ham ko'p kelishadi, aytishadi, masalan, ayoli yoki erini o'zi er-xotin kelganda aytadi-da, stimulyatsiya qilinganligi, ya'ni ginekologlar tomonidan erkaklarga gormonal preparatlar berilganligi aytiladi. Bu qanchalik to'g'ri? Masalan, azospermiya holatlari bo'ladi-yu, o'shanaqa holatlarda FSH, LG gormonlarini bergan, stimulyatsiya qilgan, sizda oshadi, gormonlaringiz normaga keladi, yaxshi bo'lib qolasiz. Homiladorlik tabiiy yo'lda kuzatiladi deydi. Bu qanchalik to'g'ri? Nima fikr bildirasiz? Zo'r savol. Men shu narsani qoralayman. Chunki juda ham ko'p keladi-da, men deydi, mana shunaqa gormonlar oldim, 5 kun oldim, 10 kun oldim yoki haftada 2 kun oldim. Mana shunaqa tavsiya kim tavsiya qildi desam, o'zi ayol ginekolog tavsiya qildi deydi-da. Endi mutaxassis sifatida sizni bir to'g'ri bir tavsiyangizni nima deysiz? O'zingiz ham bilasiz. Ginekologiya, reproduktologiya chegarasiga o'tmayman hech qachon. Bu prinsipialni, bu prinsip. Qila olmaganimdan emas, bilmasligimdan emas. Просто prinsipialni. Bu juda ham to'g'ri. Ginekolog, reproduktolog men ko'p ko'raman. Juda ham saviyali, yaxshi mutaxassislar shunaqa ishlar qilayotganida уже meni nazarimni saviyasi tushib qoladi, meni o'zimni nimamda. O'zini qiladigan ishi ko'p-da, juda ham. Mana boshqani ishiga aralashadi. Boshqani ishiga aralashadi. Boshqani ishiga aralashganda ham professional yondoshmaydi. To'ppa-to'g'ri zarar berishi mumkin. Sabablarini aytaman hozir. Birinchidan, ginekolog, reproduktologda O'zbekiston sharoitida 97-95% ayol kishi. Qabulga kelganda
Biz nimaga qarayapmiz? Biz yechintirib ko'ryapmiz. Yalang'och qilib ko'raman men. Nimaga unda aziz spermiya? Yalang'och qilib ko'rib, biz hozir nimalar haqida gapirdik? Tug'ma nuqsonlar haqida gapirdik. Moyak xaltasiga tushganmi? Qo'l bilan ushlab ko'rish kerak. Ularni Hajmi, uni elastikligi, plotno elasticheskiy bo'lishi kerak. U miesistiyaligi, testavati bo'lmasligi kerak. Zo'r urolog-androlog mana shu ushaganda his qiladi-da, urug' bor yoki yo'q. Ushaganda ham razmerini biladi o'zi. Razmerini biladi, ushaganda u ishlayaptimi, yo'qmi his qiladi odam o'sha. Tushunyapsizmi? Qanaqadir shunaqa chutyo bo'ladi. Kanal, siydik kanali haqida baho beryaptimi, ko'ryaptimi, yo'qmi? Shu jihatlari. Rektalniy osmotr. Prostata bezini rektalniy osmotr обязательно kerak bo'lgan narsa. Chunki o'sha yerda kista Müllerova protoka bo'lishi mumkin, aytaylik. Kista prostata bo'lishi mumkin. Aytaylik, prostata bezida kognitiv vоспаление, ya'ni dimlanish holatlari bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi eyakulyatni biokimik ko'rsatkichlariga ta'sir qilib qo'yadi. Spermani, to есть. Rektalni ko'radimi? Ko'rmaydi. Ushab ko'radimi? Ko'rmaydi. Tuxumini ushab ko'radimi? Yo'q. Biz odamni davolayapmizmi yo analizlar davolayapmizmi? Qo'yib olishimizda biz odam davolayapmiz. Keyin chala chulpa nimalarda berishni o'rganib olgan stimulyatsiyalarda aziz spermiyada neobstruktivniy tipda gipergonadotrop holatda ular keyin ko'pini ko'rganman, stimulyatsiya qilishni boshlaydi. Testosteronlar qilishni boshlashadi. Shunaqa. Возможно, qayerdadir lokal spermatogenez bo'layotgan bo'lsa, testosteronni o'zi bloklab tashlaydi. Testosteronni o'zi LG bilan FSG ni haligi pulsviy nimasini bor, buzadi. Puls anaqa chiqadi. Pulsviy vibrasini buzadi. Keyin shunaqa xatoliklar bor, xoreyanskiy gonadotropin beradi. Hagachalar. Menopauzalniy gormon beradi, FSG beradi, rekombinantniy. Mumkin emas. O'zi aslida neobstruktivniy aziz spermiya aniqlangan bo'lsa, agar testosteron juda ham niskiy holatda bo'lmasa, u yerda hech narsa tegishga kerak emasdi, biopsiya tezda qilinadi. Darhol tez operatsiyasiga olish kerak bo'ladi. Qancha tez qilinsa, shuncha yaxshi. 35 ga kirgan odamda qilganda 25 ga kirgan odamda qilinsa, Klinefelter sindromida topish ehtimoli umuman boshqa nimalarda, boshqa sindromlar bilan, boshqa gipergonadotrop holatdagi aziz spermiyalarda ham demak ehtimoli baland bo'ladi, qancha erta qilinsa. U stimulyatsiya qilib, palon millionli dorilar bilan vaqt yo'qotiladi xolos. Biz lokal qayerdadir o'choqli spermatogenez bo'layotgan bo'lsa, shuni ham bloklab qo'yish ehtimolimiz bor. Biz уже oldik, TZ qildik, TZda topa olmadik, lekin bizda gistologik aniq xulosa bor-ku. To'g'rimi? Biz uni tekshirib gistologический xulosasini bildik. Agar gistologik xulosada spermatogen hujayralar bo'lsa, spermatozoid o'zi bo'lmasa ham, demak, unda urinib ko'rsak bo'ladi keyin. Stimulyatsiyani urinib turib, gormonlar bilan повторный, вторичный TZ, mikrotezga olsak bo'ladi. Algoritmlar shunaqa ketishi kerak. Men tushunaman, gipogonadotrop, gipogonadizm hisobiga azospermiya holat bo'layotgan bo'lsa, unda stimulyatsiya qilish kerak. Unda ham stimulyatsiya qilgandan keyin monitoringni ular qanaqa qilyapti? Monitoringni qo'l bilan ushlab ko'rish kerak. Monitoring qilmayapti-de. Tuxumni ushlab ko'rish kerak. O'zgarish bo'lyaptimi, yo'qmi? Har 3 oyda monitoring qilinadi. Bu yerda bu bemorlar buni ushlab ko'rmasdan demakki bilish ilojisi yo'q. Shunaqami? Kamida 6 oydan 24 oy, 36 oygacha stimulyatsiya ketishi mumkin bu yerda. U mana bu bedanadek bo'lgan tuxumda o'sish ehtimoli bo'ladi. Shunda gipogonadotrop holatda o'sib boradi. Buni monitoring qilish kerak. Haligi orxidometr Pradera degan narsa bor. Shu Prader orxidom haligi nimani moyakda o'lchaydigan. Shu bilan o'lchash kerak. Shuni borish kerak. O'syaptimi? Hattoki gipogonadizmda haligi turida, ya'ni jinsiy rivojlanishgacha bo'lgan turida jinsiy a'zoyi ham o'smay qolgan bo'ladi. Jinsiy holat ham. Jinsiy holat ham o'syaptimi, yo'qmi? Uni ham ko'rish kerak. Uni ko'rib borish kerak-da, polni kontrol qilib borish kerak-da. Professional yondasha olmaydi shunaqa. Deydi, yo'q,
uyaladi yo boshqa. yillar yo'qotadi shu bilan bemor. Bu bunaqaga o'xshaydida. Uyda remont qilyapsiz-da. Uyda remont qilyapsiz. Santexnik qiladigan ishlari qoldi. Keyin elektrik chaqirib shu santexnikani qildiryapsiz. Santexnik ishlari qolganda remont kimni chaqiriladi? Santexnik chaqiriladi. U elektrik chaqirib qildirayotgan gapda bu. Tushunarli. E'tibor beradigan jihatlari ko'p. Xuddi shunday men ham nimaga ayol kishi bilan shug'ullanmayman? Ayol kishi bilan shug'ullanmasligim sababi vaginal uzi qilinadi, transvaginal. Bitta To'g'ri. to'g'rimi? Ginekologik kresloga o'tkazib ko'riladi. Jinsiy a'zolar rivojlanganligi, qanaqa darajada rivojlangani. Ageneziya emasmi? Shunaqa. Mana Boshqa. mana 2 hafta ham bo'lgan yo'q. Bitta bemor keldi. 11 yoshli qiz, qizaloq. Olib kelishyapti, g'irt qiz bola ko'rsiz. U bemor menga ham keldi. Kecha ham keldi u bemor. Qozog'istonlik. Analizlarini olib kirdi menga ham. Qozog'istonlik, Onasi, qizni onasi, onasini onasi. Uchalasi kirishdi menga ham. 15 yoshli qiz. Yo'q, 15 emas, 11 yoshli. 11 yoshmi? 15 yosh menimcha. Yo'q. U 11 boshqa bo'lsa kerak. Yo'q, o'sha bitta. Chunki uni kimnidir sizda lecheniya yotgan ekan, operatsiya ham bo'lgan ekan. Odilmi kim dedi? Elyormi? Eldor. Ha, uni mana nima qildik? Ko'rdingizmi? Qiz bola nima bo'ldi? Men uni uzi qildim. Birinchi menga kirganida men tavsiyalarim, men uzi qildim. U birinchi menga uni olib tushdi, Jasur. Uzi qildim, qaradim. Qizga qarayman, analizdan ko'rib bo'ldim. Уже tushunib bo'ldim uni. MRTlar bilan hayron bo'lyapsiz. Ha, hayron bo'lib turibman, chunki zireklari bor, ko'rinishi o'rtada. Qizga ham. Qiz bolada endi. Bunday ko'rsiz qiz bola deysiz. Da, qiz bola. Yurqani bitta dedim, uzi qilayqani dedim onasiga. Uzi qildim. Qorinni ustidan uzi qilsam hech narsa ko'rmayapman. Lekin ikkita dumaloq sharik ko'ryapman. Shu fikr qildimki, tuxum. Bunda dedim onasiga aytyapman, ha, doktorga kirganmidingiz? Ha, kirgan edim. Sizdan tushdi menimcha, Jasur olib tushdi. Men aytdim, aytishganmidi? Ha. Endi qizi tushunib qolmasin deb anaqa qilyapman. No, tushunmaydi, gapiravering deyapti. Chunki u o'zbekchani ham unchalik tushunmas ekan qizi. Tojikcha tushunadi. Keyin aytdim, mana shunaqa holat. Endi ko'ramiz buni. Professor keladigan paytdami deb professor bor paytda edi. Ko'rdim hamma analizlarini, kecha ham ko'rdim, MRTlarini ko'rdim, hatto diskini ham ko'rdim. Ochib, haqiqatdan MRTda bergan, shunaqa xulosa. No, keyin qizni yechintirib ko'rdim. Tashqi jinsiy a'zolari qanaqa darajada rivojlangan, ya'ni balki qanaqa, ya'ni jinsiy lablar qanaqa, penisga o'xshab o'syaptimi yoki o'sish anaqasi bormi? Mana bo'ladi-yu, o'stirishar ekan, shunaqa, to'g'rimi? Endi men ja unaqa nimalarni bilmayman. No, shunaqa belgilari bormi? Ko'ryapman. Jinsiy lablar bor, no, erkaklik yo'q. Erkaklik yo'q. Erkaklik yo'q. Dop paypaslab ko'ryapman. No, tuxumlarni paypaslayapman ikkala tomonda ham. No, klitor o'sib kelyapti. Lekin uzun klitor. Ko'ryapman. Oddiy odamlarnikidan kattaroq. Da, oddiy normaga nisbatan kattaroq. Da. Keyin aytdim, mayli dedim, gormonlarni ham bitta ko'raylik, testosteronni ko'raylik, boshqasini ko'raylik, FSH, LG, TTG, boshqa gormonlarini ko'raylik, qanaqa ishlayapti. O'shanga qarab dedim, yana bitta xulosa qilarmiz dedim. Professorning ham gapini eshitaylik, ular nimadir ekan dedim, bunaqa situatsiyada dedim. Professorga ham olib kirib chiqishdi o'sha kuni. Professor ham ko'rgan, operatsiya debdilar. Ikkita yo'l bosanda debdi professor ham. Yoki uni yoki buni tanlaysan. Agar qiz bola bo'lib qolsin desang, ertaga tug'olmaydi, chunki matka yo'q, yechniklar yo'q, tug'olmaydi. Agar o'g'il bola qilish desa, bu qilsa bo'ladi buni. Etapma-etap qilsa bo'ladi bu amaliyotda deb shunaqa debdilar. Xulosasi ham menimcha yana oktyabr oyida keladilar professor. Operatsiya qilamiz debdilar. Bizda u yerda bitta narsa ma'lumot yo'q edi. Bizni o'ylantirayotgan narsa genetika edi. Ha, genetika. Da, genetikasini ko'rdim. Genetikasida o'g'il bolaga o'xshagan deb yozgan. O'g'il bolaga tortyapti degan. 46XY o'g'il bola. Genotip o'g'il bola. O'g'il bolami? Ha. Полный o'g'il bola bu. Bu yerda o'sha anomaliya развития мочеполовых органов bo'lganda, o'sha homila paytida epigenetik o'zgarishlar bo'lgan evaziga половой sinusda buzilishlar bo'lganda, shuni hisobiga mujskoy mana o'g'il bolacha nimalar
rivojlanmaganda moyak tepada qolib ketgan kriptarxizm bo'lgan. moyaklarni tepada paypasladim, ko'rdim. Nima, hali половые губалар yopilmagan bo'lgan. Shunaqa holat bo'lgan, lekin matka yo'q, yechniklar yo'q. Yiyichka bor, erkaklik tuxum moyagi bor. Endi hozir bu o'g'il bola o'zi aslida. Mana 11 yoshgacha qiz bola deb o'ylab nima qilishgan. Endi bu yerda moyaklarda moyak xaltasi yasab turib tushiriladi, nimalar yopiladi, qon devorlari yopiladi. Keyin testosteron zamestительный terapiya qilinadi, o'sha klitorda o'stiriladi. Bu jinsiy o'sishi mumkinmi? Bunaqa holatlar bo'lganmi o'zi? Bo'ladi. Jinsiy holat darajasigacha keladi. Agar o'sha kelmasa, mana o'sha balog'atga yetdi, nimaga o'sha katta odam bo'ldi, unda o'sha katta bo'lganda neofalus, yangi jinsiy holat yasaladi bu holatda. U chunki genetik o'g'il bola u. U agar shu zaylda ketsa, kelajakda u bolali ham bo'lishi mumkin. O'zi onasi ham aytdi, o'zi ko'chada bolalar bilan o'ynaganda ham o'g'il bolalar tarafga o'tib ketadi dedi. Lekin o'zi xarakter o'g'il bola bunda deyapti-yu. Bu faqat o'g'il bolalar bilan o'ynaydi. Qizlarga qo'shilmaydi unaqa. Bu amaliyotni O'zbekistonda qilishadimi? Qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bular prosta nima qilish kerakda? Ota-ona o'sha bitta to'xtamga kelishi kerak. Qaysi jinsini o'sha o'zgartirish. Pasportni o'zgartirish kerak. Chunki o'g'il bola-da u bilishmagan, u qiz bola deb o'ylashgan. Genetik o'g'il bola. Fenotipik qiz bolaga o'xshab qolgan. Shunaqa. Erkaklik a'zolari rivojlanmay qolgan. Shunaqa. Mana shunaqa anomaliyalar. Ha, to'g'ri, shunaqa vaziyatlarda haqiqatan o'zini mutaxassisi ko'rib, tekshirib, hamma ko'riklardan o'tkazgani ma'qul. Albatta, bu juda muhim. Shuning uchun hamma o'zini ishini qilish kerak. Hamma o'zini agar zo'r sohasini zo'r rivojlantirsa, shu o'zini kasallari boshqa ish qilish keragi yo'q. Bitta o'zini sohasidan, ya'ni reproduktologiyami, faqat ayollarmi, erkaklarning ishiga aralashish kerak emas. Kerak emas-da. Demoqchisiz. Endi bizning o'zbekchiligi uyatdan bo'ladi-yu. 30 ga kirgan odam bepushtlik bilan kelsa, ishtonini tushirib olib turib, nimalarni, tuxumlarni ushlab turib, ko'rib, uni rektalni orqa peshobdan qo'lini, barmog'ini tiqib ko'rib, menimcha to'g'ri kelmasa kerak bizga. Amir Temur avlodlariga. Lekin bor, shunaqa internetlarda ko'ramiz, bir ko'zimiz tushib qoladi. Endi men o'ylayman, ular ginekolog emas yoki reproduktolog emas, ba'zi bir soha mutaxassislarini erkaklarni, ya'ni ayollar erkaklarni tekshirib davo tavsiyalari, ya'ni berayotganlariga guvohi bo'lamiz. Bular kam emas haqiqatdan. Endi shunaqa nimalar bilan aytmoqchimanki, bundan tashqari mana hozirgi kunda genetikasi bilan bog'liq boshqa yana nima kasalliklar juftliklarimizda ko'proq uchrab turibdi? Sizni praktikangizdan kelib chiqib aytaylik. Xo'p, bizni praktikamizda ko'pincha mana AZF degan genga ko'proq e'tibor beramiz. AZFda shunaqa holatlar bo'ladi, mikrodeletsiyalar, totalniy mikrodeletsiyalar bo'ladi. Shuni hisobiga bola ko'ra olmayotgan holat bo'ladi. Agar totalniy mikrodeletsiya bo'lsa, AZF o'sha yelkada, shu Y nimani yelkasida bo'ladi-da. Xromosomani. Bu holatda hozirgi kunda, endi kelajakda bilib bo'lmayapti. Hozirgi kunda umuman ilojisi yo'q. Hattoki TZda ham, mikrotezda ham bu to'g'ri topib bo'lmaydi. Mana aytib turibsiz, umuman ilojisi yo'q narsa. Ya'ni qanaqa yo'lda bo'lsa ham homilador bo'la olmaydi. Yordamchi texnologiyalar asosida ham ayol homilador bo'la olmaydi erkagini. Chunki o'sha spermatozoid ishlab chiqarishga javob beruvchi gen yo'q, programma yo'q. Shu programma bo'lmaganligini evaziga unda spermatozoid bo'lmaydi. Endi shu o'rinda bitta jiddiyroq savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bunaqa holatlarda, masalan, erkak bilamiz, erkaklarda bepushtlik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, erkaklar alohida keladi. Chunki o'zimni qabulimga ham erkaklarning alohida kelgani bo'lgan. Juda ham ko'p bo'lgan. Spermogramma tahlilini olib o'zi keladi. Bilamanki, ha, demakki bu erkakning o'zida problema bor deyman-da, sekingina sizlarga chiqarib boraman. Chunki ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Nimaga qani ayolingiz? Men ayollar doktoriman.
ayolingiz qani desam, yo oldin o'zim ko'rsatib ketay, analizimni deb kelishadi. Mana shunaqa holatlarda mana umuman yordamchi texnologiyalar ham nima deydi, yordam bera olmaydi degan holatlaringizda ayolidan, onasidan yoki yaqinlaridan bu holat yashirgan holatingiz bo'lganmi? Bekitgan holatingiz bo'lganmi? O'zi bu holatda ularga aytish, bildirish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki anig'ini o'shalarga atvetini analizlar qildirdingiz, umuman ilojisi yo'q. Bo'lmaydi. O'shani masalan so'rasa aytishga haqqimiz bormi o'zingizning sohangizda? Xo'p, endi u odam yigitni erkakni o'zi kelsa, biz buni ko'rib turib biz unga maslahat beramiz. To'g'risini borini aytamiz. Agar yoshroq bo'ladigan bo'lsa, bor ota-onangni chaqir deymiz. Ota-onangiz bilan gaplashamiz. Endi bunaqada sложный savol bu yerda. Uni agar shunaqa holat bo'lsa-yu, biz xotinni topib olib keltirmaymiz o'zimiz. Yoki ota-onasini chaqirtirib olib kelmaymiz. Yo'q, masalan, mana shunaqa holatlar bo'ladi, oilalarda ajrimgacha boradi, to'g'rimi? Shunaqa holatlar bo'lganda, masalan, alohida sizga masalan kelganini bildi-yu, ayoli yoki onasi yoki kimdir, yoki kelin tomon keldi, analizlarini so'radi. Kelin tomonga hech qanaqa gap gapirilmaydi. Shular bitta bo'lib kelsa, komanda bo'lib kelsa, o'shanda hammasiga aytiladi. Bitta yashiradigan narsa yo'q. Aytiladi. Buni biz yashirganimiz bilan bola ko'ra olmaydi-yu. Aniq u narsa. To'g'ri. U yashirganingiz bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ochiqcha gaplashamiz. Yo'q, ba'zi doktorlar mana shunaqa holatlarda mana ayol, ya'ni oilani saqlab qolish uchun analizlarni aytmasdan yoki bu holatni yashirib yaxshi deb jo'natgan holatlari bo'lganda, bu qanchalik to'g'ri? Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Keyin mana shuni evaziga shunaqa joylarda eshitganmiz biz. Birovni urug'ini inseminatsiya qilib qo'ygan, donorskiy programma qilgan, keyin shuni aldab qo'ygan. Unaqa rosa ko'p kelardi, hozir ham keladi. Mana shu sindrom del Castillo u hech qachon bola ko'ra olmaydi. O'sha analizlar buni tasdiqlab turibdi. Lekin bolasi bor. Men bolam bor deydi. O'zingiz bolangizmi siz? Ha deydi. Nima qilgansiz? Aytadi, eko qildirganman deydi. U bilmaydi, u donorskiy bo'lganini bilmaydi. Buni yo o'sha onasi bilan kelishib olgan, xotini bilan doktor kelishib olgan holati bo'lishi mumkin. Kelishib olib hech kim bilmaydi, o'zimiz nima qilib ko'ramiz degan bo'lishi mumkin. Yoki shu bemorni o'zi xotiniga bildirmasdan kelishib olgan bo'lish holati bo'lishi mumkin. Shunaqa doktorlar borda. Haligi nima muammoni bilib turib, o'sha muammodan foydalanib, xullas oilangiz ajrashib ketadi deydi. Oilangizni saqlab qolishing kerak deydi. Shuni endi mana tug'iladi, bola nima qilasan deb aytadi. Lekin bu gunoh. Mana nimada ham fatvo berilmagan, berilmaydi ham bu narsaga. Din ulamolar tomonidan ruxsat berilmagan bu. Ruxsat berilgan joyi faqat o'sha er-xotin nikohidagi er-xotinlar o'rtasida. Shu nikohdagi er-xotindagina qilamiz biz ham ekoni. O'zi mana reproduksiya qonuni bo'yicha ZAGSdan o'tgan bo'lsa, ZAGS qog'ozini ko'rgan holatda qilinishi kerak o'zi aslida. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun boshqa. Shunaqa holatlar ko'p bo'lganda, faoliyatimda bir 10 ga yaqin holat bo'lgan, bola ko'ra olmaydi. Lekin bolasi bor, keyingi bolani ko'rish uchun men oldimga davolangani kelyapti. Tushunyapsizmi? Endi bu holatda endi yumshoq qilib men jo'natganmiz, oldin ko'ralaringizni hozir endi ko'ra olmaysiz. Nima deb turib jo'natgan paytlarimiz bo'lgan. To'g'risini aytaman, meni ham mana shu 15 yillik tajribam davomida juda ham ko'p bunaqa holat bilan, ya'ni kelinga yetmagan holatda bu muammoni hal qilish uchun qaynatadan urug' olib bo'lsa ham qilib bering deb meni majburlab mana shunaqa qilib kelgan holatlari ham bo'lgan. Balki topqirlab bunaqa nimaga qo'l urmanglar, o'zinglarni vijdoninglar qiynalmaydimi deb shuncha nima deydi, iltimos qilsam ham yo'q deb turib olib chetga borib, aytmayman qayerdaligini, boshqa bitta mamlakatga borib, chunki o'tda ham mani odam Qozog'istonmi? Yo'q,
Kipr. Kiprga. O'sha yerda qildirishgan, lekin qaynana bilan qaynotani kelishib qilgan ishi. Chunki deyaptiki, birinchi oilasidan ajrashgan o'g'lim, ikkinchi oilasiga endi uylangan, ikkinchi turmushi bo'lgan. Endi undan ham ajrashsa, men bu el yurtni oldida qanaqa qilib bosh ko'tarib yuraman deb turib, ikkalasi er-xotin kelishgan holda til biriktirib, mana shunga qo'l urishganda, mana shunaqa vaziyatlar bilan O'zbekistonda qilib bering deb kelgan vaziyatlar bo'lganda, shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Menda ham bo'lgan. Nimasini olib kelgan? Akasini olib kelgan. Shundan ko'raylik, bitta urug' qilib, bitta zot bitta-ku, shundan ko'raylik. Menda ham murojaat qilishgan. Bitta o'zi viloyatli, bitta mumkin emas, biz qilmaymiz hech qachon. Unaqa narsalar qilmaymiz, chunki O'zbekiston qonunlari bo'yicha ham umuman mumkin emas bu vaziyatlar. Akasi bo'lsin, ukasi bo'lsin, boshqa bo'lsin, вообще qaynotasi-ku вообще mumkin emas. Вообще umuman mumkin emas. Mumkin bo'lmagan din tomonidan ham umuman mumkin bo'lmagan holat. Chunki menda ham yana bitta shunaqa voqea bo'lganki, otasi kelyapti yonimga. Qizim, iltimos, biz bunaqa narsa bilan yasholmaymiz. Ukasida bor deydi, ukasi mana shu yerda institutda o'qiydi, uni chaqirib kelamiz deydi. Ukasidan olib beramiz sperma, lekin deydi akasida yo'q. Ukasidan olib deydi, kelinga indamasdan deydi, o'sha ishni qilib bering deydi. Yo'q, baraka topkurlar, iltimos, bunaqa vaziyatlar bilan murojaat qilmanglar. O'zi umuman to'g'ri emas bu holat. Qonunan taqiqlangan va biz bu narsani qilmaymiz ham. Chet elda mayli Yevropa mamlakatlarida albatta qilishadi, lekin bizda umuman mumkin emas. Donor programmasi bor o'zi. Donor programmasi qilinadi, haqiqatan ham rivojlangan davlatlarda, lekin bu musulmon mamlakatlarda mumkin emas. Bu ulamolar tomonidan aniq nima qachon mumkin emasligi eko protokolda konkretno belgilab berilgan. Albatta. Shunaqa hol endi bu yerda bu oilalarda ham tushunsa bo'ladi, lekin qadriyatlari, nimalari sayozda, ilmi sayozligidan bu. Bu ilm sayozligidan. Ham sayozligidan bu. Albatta. Buni hukmi valadi zino deb berishgan. Shuning uchun endi bu dinga biz aralasha olmaymiz-ku, baribir. Biz maksimalni to'g'ri yo'lda bunaqada odamlarga ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak. Ko'pincha yaqinlari tug'ib qilib beradi, qarindosh urug'larni ichidan. Shuni keyin asrab olib bola qilib yurishadi. Lekin biz hozir azospermiyani eng og'ir turi haqida gapirdik. Azospermiyani juda ham ko'p holatlarda hozirgi kunda haqiqatan ham davosi bor. Aytyapmiz, gipogonadotrof gipogonadizmda hattoki tabiiy homiladorlikka erishsa bo'ladi. Hattoki giperprolaktinemiyani hisobiga azospermiyaga tushgan bo'lsa ham uni to'g'rilab turib, agonist dopamin retseptor guruhidagi dorilarni berib, ularni davolagan holatda biz tabiiy homiladorlikka harakat qilishimiz ham mumkin. Ya'ni yana bitta variant, hali obstruktsiya bo'lib qoldi, deydi, yo'l yopilib qoldi yallig'lanish hisobiga. Bu yerda ham hozirgi kunda mikroxirurgik rekonstruksiya qilish yo'llarni qayta tiklash operatsiyalarini hozir mana yo'lga qo'yganmiz, biz qilamiz. Shu operatsiyalarni ham qilib natijaga erishsa bo'ladi. Tabiiy homiladorlik haqida gapiryapti hozir. Endi mana genetik faktorlarda evaziga azospermiya bo'lsa, mana AZFdan boshqa qancha maksimal tezroq harakat, ertaroq o'sha teza yoki mikroteza bajarilsa, tezroq o'sha yerda urug' topilsa, uni yordamida keyin biz EcoXi amaliyotini bajarib, demak, farzandli bo'lish ehtimoli bor. O'zingizni tajribangizni qancha odamlar immunni bepushtlikda og'ir darajalari bilan murojaat qilgan, yengil darajalari emas, og'ir darajalari bilan qanchasi haligi nima shifo topib, xursand bo'lib, duo qilib ketishgan. Shuning uchun 10 yil oldingi holat bilan hozirgi holat umuman yer bilan osmoncha farqi bor. U o'z yangilik emas bu уже. Endi yana keyingi 10 yillikgacha umuman boshqa natijalar bo'lishi mumkin. Hattoki o'sha teza yordamida operatsiyada biz urug' topa olmaganlar, o'sha Johnson shkalasi bo'yicha nihoyatda past ballar olganlarda ham 10 yildan keyin может imkoniyat bor, shans bor. Mana hozir hali stem cells o'sha стволовой kletkalar bilan davolashlar, agar bularda otdaленный rezultatlarni
yaxshi chiqsa, xudo xolasa shifo bo'lib qolishi mumkin shunaqa bemorlarga ham. Endi biz bemorlarimiz nima deymiz o'shunaqa shifo topa olmagan bemorlarimizga? Izlanishdan to'xtamang. Har bir yilda bitta yangilik bo'lyapti. Albatta, bu mavzuda. albatta. Tibbiyotda, reproduktologiyada, umuman tibbiyot sohasida juda ham ko'plab hozir yangiliklar juda ham ko'p. Hozirda masalan ayollarimizda ham mana IMG miqdori kamaygan, yosh mana hozirgi kasalliklarning ko'pchiligi yosharyapti. Kasallikda yoshi yosharyapti. To'g'rimi? O'shaning uchun masalan yosh, organizm yosh, ayolning yoshi yosh, ammo qarish, ya'ni menopauza, klimaksga o'tib ketish ehtimolligi yuqori. Yosh oldin 45 bo'lsa, hozir 40. 40, shunaqa 35, 38 yoshda ham masalan kelgan ko'rasiz, IMG 0.01, 0.9, 0.8 mana shunaqa holatda. Transvaginalniy UZIda ko'rganimizda ham antralniy follikularda deyarli ko'rmaysiz. Masalan, mana shunaqa holatlarda ham hozir aytib o'tganingizdek, haqiqatdan egzozoma, PRP terapiyalari yordamida yoshartirish, ya'ni funksiyasini biroz bo'lsa ham yaxshilash maqsadida bu usullarni qo'llash bilan ham farzandsizlik bartaraf qilinmoqda, natijaga erishilmoqda. Yana shu o'rinda shuni so'rab o'tmoqchimanki, erkaklarda, endi sizdan faqat erkaklarni so'rayman, boshqa ayollarning ishiga aralashmaysiz. Erektilniy disfunksiya degan narsa bor. Mana shu erektilniy disfunksiya ham yoshi yasharyapti, yosh, ya'ni pasayyapti. O'shanga sabab nima? Aynan buni disfunksiyani keltirib chiqaradigan sabablar nima deb o'ylaysiz? Tajribangizda nimalar buni ko'rsatadi, ya'ni olib kelgan holatlari bo'lgan? Bu yerda mana bepushtlikka bog'lab ketaman shu. Chunki o'zi xayolimda bepushtlik chunki. Erektilniy disfunksiyani evaziga bepushtlik bo'lishi mumkin. Erektil demaylikda seksual disfunksiya deyiladi. Erektil disfunksiyada aynan jinsiy a'zoni ereksiya darajasiga chiqara olmaslik yoki ereksiyaga chiqara olsa ham u stabil ushlay olmaslik. Shu o'rinda yana bitta savol tug'ildi. Agar ereksiyada bo'lmasa, ayol kishi orgazm his qilmasa, homiladorlik bo'lish ehtimolligi kamayadimi? Bu homiladorlik bo'lishiga ta'sir qiladimi? Unga siz javob bering. Siz Yo'q, masalan, ayol kishi orgazm his qilmadi, masalan, erektilniy disfunksiya, ya'ni ereksiya bo'lmadi. Agar mana men ko'zim tushgan shu ma'lumotlarga, ayol kishi agar orgazm, chunki menga ham juda ko'p savol berishadi, keladi ayollarimiz. Hurmatli ayollar, diqqat bilan eshitinglar, chunki sizlarni savolingizga javob beryapmiz mutaxassis bilan birga. Ayol kishi agar orgazm olsa, shu orgazm olgandan keyin mana erkak kishi bo'shalsa, bola ko'rish, homilador bo'lish ehtimoli ayol kishini vysokiyroq, balandroq deyiladi. Chunki ayollarda o'sha orgazmdagi suyuqlik ham spermatozoidlarda vaginal kislый sredasini buzib, u yerda qandaydir baryerni yordam beradi, защитный nima beradi degan ma'lumotlar o'qiganman. Shunaqa. Endi bu qanchalik tasdiqlangan, qanchalik isbotli tibbiyotga to'g'ri keladi, bu haqida men hozir anaqa balandparvoz qilib gapirmayman. Chunki xato gapirishim mumkin. No, bunaqa informatsiyalar o'qiganmiz. Endi erektilniy seksual disfunksiyada erkaklarda bittasini erektil disfunksiya desak, aytaylik, yana bittasini eyakulyator disfunksiya desak bo'ladi. Ya'ni eyakulyator. Преждевременный eyakulyatsiyani evaziga bepushtlik, vaqtidan oldingi. Bepushtlik bo'lishi mumkin. Haligi introyeksiyagacha bo'shalib qo'yish, ya'ni tiqishgacha holatda bo'shalib qo'yish bo'lsa, albatta u sheykaga bormaydi, bachadan kirmaydi spermatozoidlar, o'z navbatida bola homila bo'lmaydi. Borda shunaqa erkaklar, ya'ni aynan tiqmasdan bo'shalib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Shu darajada nimasi kuchli. Преждевременный эякуляtsiyani og'ir turi. Shunaqa holatlar bor. Eyakulyatorniy disfunksiyada retrograd eyakulyatsiya bo'ladi. Ya'ni jinsiy aloqa qiladi, ereksiyasi yaxshi bo'ladi, muammo bo'lmaydi, hamma yoq yaxshi, lekin bo'shalganda pistolet otmaydi. U qo'lga qarab ketadi. Shunaqa ayrim
dori preparatlari chekkan alfa adrenal blokatorlar ichib yuradigan odamlarda shunaqa bo'ladi. Yoki prostata bezi adenomasini operatsiyalaridan so'ng shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Endi bizda unchalik aktual bo'lmasligi mumkin bu. Chunki o'sha 40-50 dan o'tgandan keyin farzand ko'rish aktual bo'lmaydi bizda. Yevropa mamlakatlari, Rossiya federatsiyalarida ular 30-40 yoshdan bola ko'rmagan bo'ladi, ko'pi 45-50 yoshda bola ko'rgisi keladi. Agar adenomani operatsiya qildirib qo'ygan bo'lsa, demak retrograd eyakulyatsiya rivojlanishi mumkin. Yoki har xil travmalar, spinal travmalar evaziga bo'lishi mumkin. Yoki umuman retrograd emas, aneyakulyatsiya holatlari bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda ham, ya'ni eyakulyator disfunksiya bo'lgani evaziga, ya'ni bola bo'lmaydi. Endi erektilniy disfunksiyani oladigan bo'lsak, erektilniy disfunksiyada aloqa bo'ladi. Aloqada yotib qolganligini evaziga yoki erektilniy disfunksiyani hisobiga именно aloqani chastotasi kamayib ketganligini evaziga shunaqa исследованиялар bor. Bir oyda 3 ta 4 ta aloqa qiladiganlarda homila bo'lishi keskin kamayib ketadi. Oilada. To'g'ri. Bir haftada 2-3 marta qilinganda, bir oyda 2-3 marta bo'lsa kamayib ketadi. Ya'ni chastotasi kamayib ketadi. Erektil disfunksiya bo'lgandan keyin u erkak kishi jinsiy aloqa bilan normal, adekvat shug'ullana olmagandan keyin buni soni kamayib ketgani evaziga bepushtlik rivojlanishi mumkin. Unda urug'i zo'r bo'lishi mumkin. Lekin shuni bo'shanib jinsiy aloqa bo'lmaganligini evaziga, demak, tabiiyki homila bo'lishi nima bo'ladi? Men hozir nimaga bu savolni sizga berdim? Chunki yosh bu yosh emas, 40-45 yosh emas. Endigina uylangan. Chunki menda juda ham ko'p, masalan, bir yil shunaqa voqea bo'ldi. Juda ham ko'plab shunaqa yosh kelin kuyovlar shunaqa muammo bilan murojaat qilishdi-da. Juda ham ko'p. Menda bunaqa situatsiyalar juda ham ko'p bo'ldi. Ya'ni qaysi biri? Erkakdagi holat bilan. Ya'ni turmush qurdi, birinchi kechasida masalan yo'q, bo'lmadi. Umuman yaqinlik qila olmagan. Ikkita ona ham kelin, ham o'g'il onasi olib kelyapti. Faqat qiz bolani olib kelyapti. Ko'rib bering, nimadir holat bo'lishi mumkin. Aslida masalan to'yda yoki nikohdagi bu narsani birinchi kechadagi bu holatni biz ko'rmaymiz, bilamiz. Sud-med ekspertizani ko'radigan holati. Men aytdim, tushuntirdim. Vaginizm holatlari bormi yoki boshqa bormi? Mayli, men tashqi tomondan ko'rib berishim mumkin. Qizlik pardasi butunmi yoki boshqami? Lekin ko'rdim, haqiqatan qizlik pardasi butun. Keyin qiz yig'ladi. Mana shunaqa vaziyat bo'ldi bizda. Umuman biz jinsiy aloqa qila olmadik dedi. O'shaning uchun aytayotganim, ya'ni yoshini bo'lmasa yoshi katta emas. Siz aytayotganingizdek 40-45 yoshdagi bola emas. 20-24-25 yoshlardagi bola. Chunki bunaqa holatlar juda ham ko'p keladi-da, juda ham ko'plab kelishadi menga. Bir yili aytayman sizga bir 15 talab keldi. Shunaqa vaziyat bilan-da. O'shaning uchun aytaman, bunaqa holatlarni yuzaga kelishiga sabab nima? Yoppa-yosh bolada. Psixogen erektil, mana ko'pincha bu psixogen erektil disfunksiya bo'ladi ko'proq yoshlarda. Buni ham og'irlashib ketadi-da, muammosi. Psixikasida muammo og'irlashib ketadi. Eng katta sabablardan biri bu pornomaniya. Aynan porno industriyani rivojlanib ketishi, keyin mana gadjetlarda rivojlanishi, keyin bu yigitlarda o'z vaqtida uylanmasligi, haligi uylanishda talablari ko'payib ketganligi, qizlarda talabi ko'payib ketganligi, maxir Gelentwagen so'rayotgan holatlar bo'lganligi uchun u uyini remont qilgunicha, sal o'zini tikkalaguncha, 1-2 so'm pul topgunicha vaqt o'tib ketib qoladi-da. 28 yosh, 29 yosh, 27 yosh. Unga organizm xo'chitdi, aloqani xohlaydi. Keyin 1-2 marta qizlar bilan yuradi, ularga ham xarajat qilish kerak. Keyin noto'g'ri shekilli bilan yurishim, u bu kasalliklarni yuqtirib olaman deb o'ylaydi. U qizlar bilan ham yurib ham bo'ladi-da shunaqa holatdan. Yoki o'sha u qizlar bilan ham yurishga qo'rqadi, o'zida muammo borligini o'zi his qiladi. O'sha nimaga o'rganib qoladi? Masturbatsiyaga, o'zini o'zi qondirishga o'rganib qoladi. Masturbatsiyaga o'rganib qolganning evaziga
dopaminni выбросы borgan sari kamayib turib dopaminni qo'pol qilib aytsak qurib qolishiga olib keladi oxiri. O'sha bunga u lazzat bera olmaydigan bo'lib qoladi, lekin u reflektorni o'rganib qolganligi uchun lazzat bermasa ham o'zini o'zi qondirish usulidan foydalanib yuraveradi. Ayol kishini qolamaydi. Ha, o'sha seksual parafiliyalar rivojlanadi bunaqa odamlarda. Seksual parafiliyalarda ko'pincha aytaylik ayol kishi bilan erkak kishini aloqasini ko'rmaydida, o'sha u yerda judayam haligi ekstravagantniy sahnalarni ko'rib, judayam aytaylik nasiliya nimalarni ko'rib, o'sha nima qilishni boshlaydi. Ular ham tugaydi. Keyin однополый nimalarni ko'rishni boshlaydi. Mana shunaqa bo'lib, borib kuchli bu seksual o'sha muammoga olib keladi. Keyin birinchi kechada mana shulardagi dabdala bo'ladi. Mana shunaqalardagi dabdala bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi yana psixikaga bog'liq. Haligi psixologически неустойчивый odamlar bo'ladi, erkaklar. Mana bu hayajonni yenga olmay qoladi. O'zini boshqara olmaydi. Hayajonni yenga olmaydi, shunga qiynaladi. Qizligini olishga, hayajonni yengishga nima qiladi? Bitta konkretni case aytaman. Bo'lgan voqeani aytib beraman. O'zimizda yaxshi yigit, o'qituvchi, u menga uylanishidan oldin keldi. O'zini muammoni bilib, aka men bunaqa qilganman, masturbatsiya ko'p qilganman. O'zimga ishonchim yo'q. Hamma tahlillarni ko'ryapman, yaxshi. Keyin aytdimki, xavotir olmadim. Sen hozir muammoingni kuchaytiryapsan, xolos o'zingga anaqa qilib. Uylanasan, hayotda yashaysan, buni psixoterapiya qildim deydimi? Keyin u uylandi, haqiqatan qizligini ola olmadi. Keyin keldi, bo'lmadi mana. Keyin davay dedim, haligi intrakavernus inyeksiyalardan foydalanamiz u holatda. Preparatlar berib ko'rdik, ta'sir qilmadi. Jinsiy a'zoga ukollar qildik. Ukoli bor, o'sha sun'iy ereksiya chaqiradi, shunday evaziga aloqa qiladi, qizligini oladi. Keyin endi qizda ham vaginizm yo'qmikan deb turib surishtirsam, normal hamma yo'q dedi. Menda muammo bo'lyapti, o'zi bilyapti o'zini muammosini. O'zini muammosini biladi. Keyin aytdi, davay mana shu narsalarni qilasan dedim. Qildi. Foyda bo'lmadi. 1 oy, 1,5 oy vaqt o'tib ketdi. Уже uydagilari tomonidan anaqa bo'lyapti, najm bo'lyapti, уже katta bosim bo'lyapti. Keyin tekshiruvlar qildik, jinsiy a'zoni yana ukol qilib turib, farmakodoplerografiya degan jinsiy holatni farmakodoplerografiyasini o'tkazdik. O'tkazdik, erta kavernus fibroz rivojlanayotgani ma'lum bo'ldi. Ya'ni yosh bemorda kavernus fibroz yosh kattalarda ko'proq. U nimadan rivojlanadi? Yosh katta qandli diabet yoki qanaqadir travmalar evaziga rivojlanadi. Keyin yaxshilab anamnezini surishtirsam, u o'zini o'zi qondirishsa ham qo'l bilan emas, yerga ishqalanib, ko'rib mana nimaga qattiq ishqalanib, haligi nima paytda o'sha ekstaz paytida kuchli ishqalash evaziga mexanический travmatizatsiyalar bo'lganda endi o'sha ekstaz paytida bilinmagan unga. O'shanaqa travmalar bo'lib, kavernus fibroz rivojlangan. Va jinsiy a'zo ham qiyshayib qolgan o'sha ereksiya paytida, pastga nima holatda, haligi tekis emasda, pastga anaqa qayrilgan holatda. Unga biz implantatsiya taklif qildik. Hozir buni o'sha aytib o'tganingizdek, hozirgi zamonaviy texnologiyalar orqali o'sha rekonstruksiya qilsa bo'ladimi? Da. O'sha jinsiy a'zoga implant, haligi knopkalik knopka bilan jinsiy a'zo turadi, knopka bilan jinsiy a'zo yotadi degan videolar ko'p qilganmiz, odamlar xabari bor. U necha pul turadi? U qimmat 4 mingdan boshlanadi. 15 minggacha bor. U eng yaxshisini qo'ydirdi. Mashinaga o'xshaganda, mashina rus so'midan kelib chiqib, narxi o'zgaraveradi. Tushunarli. Shu implant qo'ydik. Bugun implantni ishlashni o'rgatib qo'ydim, mexanizmini. O'sha operatsiyamizga 1 oy o'tdi. Endi bemor bugun testировать qildi. Uni nima orqali boshqaradi? Knopka. Qanaqadir knopkasi bormi uni berasizlar? Knopkasi bor. Yo'q, u 3 komponentli implant qo'yilgan. Bitta komponenti jinsiy a'zo silindrik shaklda ikkita g'ovak tanaga o'rnatiladi. Bitta komponenti
qo'riqni oldi qismiga retsiva пространство bor. O'sha yerga balloni qo'yiladi, rezervuar qo'yiladi. Va uchinchisi knopka. Knopka ikkita moyak xaltasiga, ikkita moyakni orasiga o'rnatiladi. Tashqi tomondan ko'rilganda u bilinmaydi. U implant o'rnatganini hech kim bilmaydi. U o'zi regulirovka qiladi. O'sha moyagini ezib turib turgizib oladi. Ishni bajargandan keyin moyakni ezadi, yotadi. Endi bu knopka ya'ni u nimaning ichida. Ha. Bu holatda nima endi? Bu haligi 100% effekt beradi. Buni случайsida. Nima uchun? Bu turgizdi. Mana operatsiyadan keyinoq biz uni turgizib qo'yganmiz. Operatsiyadan keyinoq unda ereksiyaga erishish bo'lgan. Tushunyapsizmi? Shuncha vaqt ereksiya qila olmay turdi, erisha olmay turdi. Eng kuchli ukollar bilan ham. Endi hozir u ereksiyaga operatsiyadan keyinoq erishadi. O'rgatib qo'ydik. Endi uni ish turgizadi. Xohlagancha jinsiy aloqa qiladi. U xavotir oladimi, qo'rqadimi jinsiy aloqadan, hozir sharmanda bo'laman deb o'ylanadimi? O'zini har qanday gaplar bilan zagruzit qilib yuborsa ham, unda u yotib qolmaydi. Tushunyapsizmi? Afzalligi yotib qolmaydi, u bemalol ishini bajarib, uje ishi yaxshi bo'lganidan so'ng o'ziga kelgan haligi nimadan chiqadi. Normadagi nima ereksiya holatlari yuzaga keladi. Ya'ni aytgancha esimdan chiqib qolibdi. 3-4 xil psixoterapevtlar bilan ishladik. Seksopatologlar bilan ishladik. Nima qilinmadi? Eplamadi. Oxirgi shak oilasini saqlab qolish chestini g'urur, erkaklik g'ururini saqlab qolish uchun oxirgi yo'lni tanladik endi. Lekin mana jinsiy zaiflikda og'ir turi desak, og'ir turida ham mana shifo bo'ldi. Ya'ni bu usul bilan ham bu ham yordamchi texnologiya, to'g'rimi? Farzandsizlik uchun. Konstruksiya holati, ya'ni farzandsizlik uchun yordam bera oladigan holatlardan bittasi. Albatta. Endi bu bolada bepushtlik bo'lishi aniq edi. Jinsiy aloqa bo'lmasdi. Agar bu ham indamay yashavergan bo'lganida 1 yil, 2 yil o'taverardi. Agar mana shu konstruksiyalar, shu zamonaviy implantlar bo'lmaganida bularda kerak bo'lsa bir umr jinsiy aloqa bo'lmasdan yashab yuradi yoki ajrashadi yoki yashab yurgan bo'lar edi. Yoki jinsiy aloqani boshqacha petting qilib yurgan bo'lardi, lekin u yerda baribir nima chiqmaydi-ku, sperma chiqmaydi-ku. Shuning uchun bepushtlik bo'lishi tayin edi. To'g'rimi? Bepushtlikka bog'laydigan bo'lsak. Hozir unda ereksiya bor, hozir unda endi jinsiy hayot bor. Unda bemalol spermasi yaxshi, farzandli bo'lishi mumkin. Bitta o'q bilan ikkita qo'yam. Demakki, ayollarimiz agar sizlarni turmush o'rtog'ingizda shunaqa vaziyatlar kuzatiladigan bo'lsa, demakki buni hozirgi kunda yechimi bor. Albatta. Yechimi bor. Ya'ni farzandli bo'la olasiz agar sizda mana shunaqa holatlar yuzaga kelgan bo'lsa. Jinsiy zaiflikda eng og'ir turlarida ham, eng og'ir yillar davomida jinsiy aloqa qila olmagan erkaklarda ham hozir to'liq jinsiy hayotga qaytara oluvchi imkoniyatlar bor. Hozir tibbiyot juda ham rivojlanib, kundan kunga rivojlanib bormoqda. Ya'ni zamonaviy tibbiy usullar, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holatda farzandsizlikni bartaraf qilishimiz mumkin bo'ladi. Bilasizlar, biz klinikada Sanjar Husanov bilan birgalikda ishlaymiz va farzandsizlik muammolarini iloji boricha yangi zamonaviy texnologiyalar, usullar yordamida bartaraf qilishga yordam beramiz. Jamoaviy ishlanadi. Jamoaviy, albatta. Shunaqa. Shu mana qiziq ma'lumotlar. Juda ham yana bitta momentni aytib o'tay implant to'g'risida. Mana yaqinda juda ham qiziq, chunki meni o'zimga ham qiziq. Bilmayman, biror marta menimcha bu operatsiyani ko'rishga kirsam kerak, necha soatlik davom etadigan operatsiya? Mana oxirgi operatsiyani 35 minutda tugatdik. 35 minut davomida sizdagi muammoni hal qilish mumkin. Mana bir komponentlik ruchnoy implant deymiz. Ruchnoy implantni qo'yish vaqti 30 minutdan 1 soatgacha. 3 komponentlikni bajarish vaqti 1 soatdan 1,5 soatgacha. Bunaqa bir uzoq vaqt talab etmaydi. Xo'p, mana yaqinda kongressga bordim. Rossiya urologlar kongressiga bordik. U yerda andrologiya seksiyasida именно falloprotezирование, ya'ni implant o'rnatish operatsiyalariga bag'ishlangan nima bo'ldi? Seminar seksiyasi bo'ldi. Shu seksiyasida shunaqa opros o'tkazilibdi. Implant o'rnatilgan
bemorlardan ko'p so'rovnoma o'tkazilgan. retrospektivni hamma nimadan randomizatsiya qilganda bilmayman 10 mingdan ortiq odamda nima qilingan, opros o'tkazilgan. Oprosda shunaqa savol bo'lgan. Shunaqa savol. Implant o'rnatgan bemorlarda agar siz mana shu implant o'rnatishni oldinroq bilganingizda oldinroq o'rnatgan bo'larmidingiz degan savol bo'lganda. Haligi qanchalik довольныйsiz shu implantdan? Agar o'sha implant yordam berishini bilganda oldinroq harakat qilgan bo'larmidingiz? Oldinroq harakat qilgan bo'larmidingiz degan savolga ha va javob yo'q degan javob bo'lgan. 100% odamlar ha deb javob bergan. Demakki effekti bor narsa ekan. Albatta. Demakki ular oldinroq qo'ygan bo'lardim deyapti. Tushunyapsizmi? Oldinroq qo'ygan bo'lardi. Ya'ni misol uchun aytaylik, jinsiy zaiflik 2 yil, 3 yil, 5 yil davom 1 yil yoki davom etgan bo'lsa, u shuncha yil qiynalgan-ku. Albatta. U muammo hal bo'ldi-ku. Shu oldinroq qo'ygan bo'lardim degan o'sha javob. Chunki bu mana biz vrach sifatida 100% bemorda shu narsani biz aytib bera olmaymiz. Uni biz o'rnatmaganmiz o'zimizga yoki doktorlar, boshqa doktorlar o'zi o'rnatmagan o'ziga. Buni bemorlar beradi shu nimani, bu ilmni, bu o'sha his tuyg'uni hammasini bemorlar beradi. Shundan kelib chiqib turib adabiyotlar yoziladi, shundan kelib chiqib turib исследовательlar aniq isbotlab beriladi. Xulosalar qilinadi. Bu aynan odamlarda, implant o'rnatgan odamlarni fikrlari. Tushundingizmi? Demakki, hozirgi bunaqa vaziyatlarni, ya'ni nimaga men Sanjar Husanovni tanladim? Chunki hozirda juda ham ko'p. Hozirda bizada erkaklar bepushligi juda ham ko'p. Chunki men ko'raman, nechta masalan jamoada nechta urolog bo'lsa, har kuni o'nlab 20-10 ta masalan bemorlar eshigingiz oldida turganini ko'raman, hattoki undan ham ko'p. Chunki erkaklar bepushligi juda ham ko'p. O'shaning uchun erkaklar bepushligini davolash ham qiyin ayollarnikiga qaraganda. O'shaning uchun bunaqa muammolarni yechishda hozirgi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, bu sizdagi farzandsizlik holati yoki sizdagi o'sha ayolingizni oldidagi uyatli holatlarni ya'ni bartaraf qilish uchun yechim deb hisoblaymiz. Agar sizda shunaqa holatlar yuzaga kelgan yoki shunaqa vaziyatlar bilan siz duch kelayotgan bo'lsangiz, bemalol bizning jamoamizga murojaat qilib, bundan bartaraf bo'lishingiz mumkin. Albatta, bizga murojaat qilsa, biz imkon qadar qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Alloh shifosini bergan bo'lsa, biz qo'limiz bilan xursand bo'lamiz. Albatta. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni agar savollaringlar sizlarni qiziqtirgan urologicheskiy yoki ginekologicheskiy savollaringlar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Albatta, keyingi podkastlarimizda sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sanjar Husanovga yana bir bor rahmat aytamiz, tashakkurimizni bildiramiz. Sog' bo'ling. Rahmat.